Assalomu alaykum. Bu video dars orqali biz 37-topik 2 imtihonini titkisini 1 dan 3 gacha tahlil qilamiz. Demak, sharti taymil titko almajin kirimil ko'rishibsho. Quyidagini eshitib, to'g'ri rasmni toping va har biriga 2 balldan berilar ekan. Va strategiya quyidagicha. Matnni o'qishdan oldin yoki audioni eshitishdan oldin albatta javoblarni tahlil qilib olish kerak. Birinchi javobda erkak mana eshikdagi kodni yozyapti. Ikkinchisida ayol telefon qilayotgan holat. Uchinchisida eshik ochilib ichkariga kirayotgan holat. To'rtinchisida mana bu usta yoki qorovul kelayotgan holat. Shunda ko'radigan bo'lsak, ayol aytayapti: "O pimilpono matke nulloninde ve anyoliji." Ya'ni hop hayratlanib aytayapti, pimilpono login parolni to'g'ri bosgan edim yoki kiritgan edim, nega ochilmayapti? Nurida degani bosmoq. Nurida. Mana bunaqa yoziladi. Adashdim. Nurida. Bosmoq. Shunda erkak chega hanbon hebolgeyo. Men bir marta qilib ko'raman, ya'ni urinib ko'raman. Chongmal Antoniyo. Haqiqatda bo'lmayapti, ya'ni ochilmayapti. Shunda ayol Kojangnanda bayo buzilganga o'xshaydi. Chega kaso Kyongbi ajoshi pulni olgan. Men borib Kyongbi ajoshi degani xavfsizlik xodimi yoki qorovul. O'sha odamni pulni olgan chaqirib kelaman. Shunda, xo'p, birinchi javobimiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni erkak bosayotgan holatda haqiqatda ochilmayapti. Endi ikkinchi testimiz quyidagicha. Hop, birinchi rasmda erkak gul uzaytayotgan holat va ular san'at galereyasida, ya'ni Misilguanda. Ikkinchisida ayol xarid qilayotgan holat, tufli xarid qilibdi. Yoki do'konni ko'rsangiz tuflilar turibdi. Uchinchisida ikkitasi kafeda o'tiribdi va oldida sovg'a turibdi. To'rtinchisida hop mana do'kon, deylik oshxona yoki kafe, erkak gul uzatayotgan holat. Endi hop ko'radigan bo'lsak, erkak aytayapti: "Chongmal chukaheyo." Ya'ni chin dildan tabriklayman. Chunbi hanira koseng hechyo. Tayyorgarlik qilaman deb qiynaldingizmi, ya'ni mashaqqat chekdingizmi? Igop hadiseyo. Buni oling deyapti. Buni oling deyotganda e'tibor qilsangiz mana yo 1 bo'ladi, yo 4 bo'ladi. Endi ayol aytayaptiki, "Muvol Iron gokaji chunbi hessoyo." Ya'ni nimalarni ko'tarib yuribsiz, ya'ni bunday narsalargacha tayyorladingiz deb aytayapti-da. Ya'ni nimani bu darajada tayyorlab keldingiz? Pappishinde va choso komovoyo. Band bo'lsangiz ham kelganingiz uchun rahmat yoki minnatdorman deyapti. Shunda ayol erkak aytayaptiki, "Va sonnimi manniyo." Hayratlanib, sonnim degani mehmonlar, mijozlar. Mijozlar ko'p ekan, kagedo kve kigoyo. Do'kon ham juda katta ekan. Shunda bizda to'g'ri javob 4 bo'ladi. Nimaki sonnim mehmon, mijoz degan narsa hop mana shu joyga mos tushadi. To'g'ri javob 4. Va 3-testimiz bu yerda hop Iyongeksu, ya'ni foydalanuvchilar soni mana 2013 bilan 14 ni solishtiryapti ekan. Xuddi shunaqa narsa yana kelgan. Endi 3 va 4-da asosan shular to'g'ri bo'ladi. Hwajangpum kume changso, ya'ni kosmetikani sotib olish joyi. Hwajangpum chonmun mejang, kosmetika maxsus do'koni. Taehyongmati, katta o'lchamdagi do'kon. Pekwajom, gipermarket yoki univermak deb tarjima qilinadi. Shu. Endi o'qiydigan bo'lsak, qarang, erkak ma'lumot beryapti. Samshipde yosongil tesangiro hwajangpum kume changsoril chosan kyolgwa. 30 yoshli ayollar o'rtasida kosmetikani xarid qilish yoki sotib olish joyini tekshirilganlik natijasi kosmetika maxsus do'konini eng ko'p foydalanishi sifatida ma'lum bo'ldi. Ya'ni qaysi do'kon eng birinchida turadi desa, kosmetika maxsus do'kon ekan. Ikkitasida ham qarasangiz mana 52%, 43%, ya'ni birinchi o'rinda turibdi. Endi Kitaimironin, ya'ni undan keyingi o'rinda Pekwajong va Taehyongmatiga Tiril iyoninde gipermarket va katta o'lchamdagi yoki yirik do'konlar undan keyin orqasidan davom etyapti. Gipermarket foydalanuvchilari Chinan He Pieso o'tgan yilga nisbatan kige katta ko'lamda churodin gosiro chosatiyosunda kamayganligi tekshirildi. Bizga asosiy narsa nima edi? Hwajangpum chonmun mejang, kosmetika maxsus do'koni birinchi o'rinda, 2da Pekwajong, 3da Taehyongmati. Qarasangiz mana 2da Pekwajong, 3da Taehyongmati turibdi. Shunda javob bizda 4 bo'ladi.
Buni aytganki, mana bu 2013 ga qaraganda 14 da katta ko'lamda kamaygan deyapti. Bu yerda katta ko'lamda kamayganligi haqida ma'lumot yo'q. Yani jadval bilan solishtirib ko'rsangiz, kamayish yo'qda, bir xil. Shunda bizda to'g'ri javob 4. Ketma-ketligini topsak bo'ldi. 37-topik titki 1 dan 3 gacha shu tahlil bo'ladi. Yaxshi tushundingizga umid qilaman. Buni bilmaydigan lug'at yoki grammatikalaringizni terib, yodlab, audiosini kamida 10 marta eshitsangiz, keyin mohiyatini tushunishingiz mumkin. Salomat bo'ling.